Menga London umuman yoqmadi. Qanaqadir odam qadri bormi bilmayman. Haligi transportlar, boshqa narsa hammasi odam uchun qilinganda. Keyin masalan qanaqadir davlatdan qarz bo'lib qolsangiz, qanaqadir to'lov nimalardir bo'lib qoladi endi hayotda. Agar to'lay olmasangiz, qanaqadir o'tib-o'tlarga ariza yozsangiz, asosiy qismini to'lab berar ekan. Shu ham insofdanmi? Qani mib, qachon o'ti jarima qani olib tiqmaydimi 15 sutkaga hayron qolib ketasiz-da. Undan tashqari keyin masalan nalogni paqlatib oylikdan olib qo'yavermas ekan. Hozir hamma rasxotingizni hisoblab berar ekansiz, uyimga muncha ketdi, menga muncha ketdi derkansiz, oxir ortib qolgan daromadingizdan nalog to'layotgansiz. Shu insofdanmi yoki bo'lmasa uy arendaga olsangiz, 2 oydan keyin hokimiyatga murojaat qilsangiz, men oyligim kam, uyim arendasini to'lay olmayapman desangiz, 50% dan 100% gacha to'lay berar ekan hokimiyat. Shu ham insofdanmi? Qana bu anaqa ish menga umuman yoqmadi bor bu London. Bir g'alati bor. Tushunmadim.